Bugun men uchun bayram. Biz 6000 ta bo'ldik. Yuhu! To'g'risi bu raqamni tushimda ham ko'rmagan edim va buncha bo'lamiz deb o'ylamagan ham edim. O'zimga video tayyorlash yoqqani uchun shunchaki qiziqishga qo'yib borardim. Lekin kimga ham qiziq deb o'ylardim. Keyin esa sizlarning izohlaringiz, savollaringiz, shunchaki like bosganlaringiz menga kuch bera boshladi. Va shunaqa qilib biz bugun 6K bo'ldik. Bu kunni nishonlash uchun darsdan qaytishda bozorlik qilib, kelib o'zim uchun nimadir tayyorlashga qaror qildim. To'g'risi Barselonaga kelganimdan beri hali o'zim mehr bilan narsa tayyorlab ko'rmabman. Avvaliga roltonlarimni yeb bitirdim, keyin esa shunchaki tuxum yoki kartoshka bilan cheklanib qolardim. Xullas bugun menemen qildim. Mana tovada ko'rishingiz mumkin. Mana shu narsalarni aralashtirib qornim ochganimdan vaqtim cheklangani uchun mana shu ovqatni qilishga qaror qildim. O'zim ancha zo'r ovqat qila olmayman. Bu yerda tatib ko'ryapman. Bu yerda kechagi choyni olib bugungi suvga quyapmiz va ovqatni ta'mini tatib ko'rishga kirishdim. Bu menga juda ham yoqdi. O'zimga qolib ketdim yoki men juda ham och bo'lganman. Shunaqa qilib tarelkani shipshiydan qilib choyimizni yana ertangi kun uchun asrab qo'yishga olib qo'ydik. Xayr.